Obunachilar, xudo xolasa tanib turgan bo'lsa aka-ukalar, o'sha arzon joyga kelganman aka-ukalar. Bittadan like bosib ketinglar, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar uchun bugun arzonlardan inamiz. Ketkazgan vaqtlarga achinmaysizlar, hurmatli aka-ukalarim. Ishoninglar menga, ketkazgan vaqtlarga achinmaysizlar. Bu narxlarni eshitib, hurmatli obunachilar. Xo'p, akalar, bugun biz sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Xudo xolasa hafta kuniga payshanba 30-iyul kunida ko'rishib turibmiz aka-ukalar. Xudo xolasa sizlar uchun rossiyskiy chorniy pyostra deydimi akalar? Shunaqalardan bugun video syomkasini qilamiz aka-ukalar. Xudo xolasa kuzatib borsalaring, sizlar taxmin qilib turgan narxlardan ham arzon bo'ladi, hurmatli aka-ukalarim. Xudo xolasa aka-ukalar, bittadan like deb bosib ketaylik. Mana bu yoqda jaydari o'zimizda mesli muqlar ham bor. Xudo xolasa aka-ukalar bularni ham arzon qilib berishga harakat qilamiz. O'sha Sayfullo akamizni. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Sizlardan. Sizlarni ham ovora qilyapmiz uka issiqdan. Yo'q aka, biz Imkon qadar xudo xolasa Azamat YouTube tarmoqda, Instagramda xudo xolasa bundan oldingi o'zi birinchi chiqishida portlatamiz deb portladi. Mana kommentda boshqada duo qilib yozishibdi. Musofirdan ko'rayotgan aka-ukalarga ham, tog'alarga ham, amakilarga ham, hammalariga assalomu alaykum. Akalar, qo'llab-quvvatlaganlaringga avvalo rahmat. Xudo xolasa davomiylikda yengil qilib chiqarishga harakat qilamiz uka. Mana 6 bosh buqamiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib, ozgina sozgina narxini ham cho'tki qilib chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aka. Bo'lmasam, birinchisiga bundan boshlayveramiz. Mana aka ko'ringlar. Mana. Birinchisi hozir assist. Ajjoning hisobi ko'rsa qarang. Odam orqasiga suyuqal qo'laveradigan variantida. Qaranglar aka-ukalar. Orqalarini ham bir ko'rsating. Oyoq qo'llari o'ta baquvvat. Bir xilga aka-ukalarimiz kommentariyada aka, haliga chiqardi 22,5 million so'm. O'shani galishting, u bu deyishdi. Kommentariya tushunavering. Bek, gapirsa gap ko'p pullar. Azamat negativ doim bo'lib kelgan uka. Bu hayotimizda ham, real hayotimizda ham bo'lib ketadi. U unga quloq solingan odam o'zini o'zi ovora bo'lib qoladi. Avvalo tushungan, ko'rgan, bilgan odam bu narsani qadriga yetadi, biladi uka. Imkon qadar unaqa galishdim bo'lib galishim. Birovni bir so'm pulini, misol uka, harom qilishni hech kim xohlamaydi. Imkon qadar halol narsa bilan halollikda baraka uka. Mana imkon qadar yaxshisini olib kelib. Ko'ringlar aka-ukalar, mana go'shtdor variantidan xudo xolasa sizlar uchun aka-ukalar yem ko'rmagan rossiyskiy chorniy pyostra deymizmi aka buni? Kuraga chiqmagan. Kuraga chiqmagan. Daji. Kuragi yo'q. Mana. 1,5 yoshga daji yetmagan hali Azamat. Kuraga ham kelaveradigan variant uka. Kelaga ham kelaveradimi aka? Taxminan necha kilo kelib qolishi mumkin mana shu buqamning? Taxminan o'zingiz fikringizdan. O'tgan safar ham aytib o'tdik, taroziga olib, taroziga sotgan bola emasmiz-ku, bilmayman. Xom taxmini 450 kilo oshib kelaversa kerak. Xom taxmin. Aka mana kalla qismlariga ham, savol-sukuy to'qolanda olasa, tuyoqlari ham o'ta o'zgachasidan turibdi. Xo'p, ko'ringlar aka-ukalar, xudo xolasa qorin qismlari ham o'ta ideal holatda, orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. To'rtburchak holatda xudo xolasa. 1 yil boqib qo'ysalar aka-ukalar, tonnani yoraman deydi-yu. Bo'ylarni ham bitta o'lchaylik aka. Bo'ylari Azamat 140 deymi? 144 oshiqroq chiqyapti, 140 tuyulishga olasiz. 140 bo'yga tortishmaydi. Hurmatli abunachilar, ko'ringlar. Bo'yga tortishilmaydi. Tars narxda aytamiz, yoramiz xudo xolasa. Xudo xolasa bizda aytamiz-ku, narxni yaxshilab cho'tki qilib beramiz deb. Mana. Bozor bop, misol bozorga chiqib yurgandir, musofirdan, misol boshqa musofirda yurgan aka-ukalari boshqa YouTube tarmoqda boshqa blogerlar chiqarayotgan videolarni ham ko'rib solishtirsin. O'zbekistonda aka-ukalar bo'lsa, kelib tovarni ko'rib olishsin. Hop, bozorga chiqsangiz ham uka 30 milliondan kam narx aytmaydi. Endi shuni aytmoqchi edim. 30 million deb yurmang, men obunachilarimga demoqchi edim aka. Kelishtirib gapiraylikchi. Doimgidek holat bo'ladi. 30, 29, 28 ham yo'q. Ha, 27chi. 27 ham yo'q uka. Gapiring aka, nechi pul? Kommentda chiroyli qilib yozib, mana shunaqasidan 100 talab boqish nasib qilsin qo'llab-quvvatlagan aka-ukalarga. Uka, mana aytaymi? Nechi pul aka? Gapiring. 26 million 500 ga behayrishi xayrini qilib beraman. Chiroyli qilib yetkazib bortirib, yeyishiga 10 kun garantiya beraman aka. Baragasini bersin. Joning sog' bo'lsa shunaqa mollardan aka ko'p-ko'pdan chiqarib yuravering aka. Xudo xolasa sizda video bo'lsa aka oshiq keladigan o'xshadi. Nimaga? Chunki mollar arzon chiqyapti. Ketyapti xudo xolasa. Arzon chiqarishga. Bu ikkinchi variantimiz. Ikkinchi variantidan xudo xolasa. Ko'ringlar aka. Baldiqlarigacha hamma yo'q o'tiribdi. Yo'g'on variantidan hurmatli obunachilarim, mana ko'ringlar. Xudo xolasa o'ta idealidan. Orqalarini ko'raylikmi? Orqalar. Mana ilojim boricha sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Hurmatli akalar, mana uzunligi ham joyda. Men turgan joy, mana mol turgan joy. Dasha ikki oshiq mol turadigan joy. O'zi oyog'i tushib ketaydi turibdi dadanglar. Xudo xolasa zo'r.
Tuyoqlari ham o'ta ideal mana. Ko'ringlar aka-ukalarim, xudo xolasa. Bo'ylarini bir qator o'lchab beramiz Azamat. Bu ham 1.35 bo'lib qolsa kerak ekan menimcha. 1.35 ozgina oshib 35 ga olasiz aka. Buni ko'ring aka, xudo xolasa. 1.40 ga 1.35 ga. 1.40 ga 1.35 holatidan. Akalar, mana kalla qismlari ham hali angus bo'qaladi, kallasi bo'ladi. Shunaqaga tortib turibdi-da, mana qaranglar. Zavodskiy to'qolgan xudo xolasa sizlar uchun hurmatli akalar. Xo'p, 1.35 plus dedingmi? Plus 1.35. Bo'ldi aka. Narxini necha pulga beramiz? Dangal. Olib ketingchi. Doimgina aytamiz, bilizligini farqi narxida. Voy, har kuni chiqasamiz aka, mana shunaqa imkon qadar orzularni yengillatib, elda xizmatdamiz. Duo qilishadi Azamatjon. Mana undan 5 sent, 4 sent farqi bor ekanda 500 ming, 400 ming emas sading. 7-8 behayrishi oldindan aytaman, hayrini qilib beraman 25 million 500 ga. Kami bor ha. Va uka kami zo'r. Baragasini berjon tezga rahmat aka. Endi bitta gap. Bir jupini olib maza qilib boqaman degan insonga hadang. Ikkalasini. Nech pul qilib beramiz? 26,5 25,5 qo'ydikmi? Ha. Ikkalasini 51 millionga cho'k xayrini qilib yetkazib yuboramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q. Mana aka-ukalar, 51 million so'mga aka-ukalar. Ikkalasini o'yla. 1.35 plyusiga o'yla, hurmatli aka-ukalarim. 1.40 deyapti, narigisi ham, xudo xolasa. Navbatdagisiga o'tamiz. O'ta sultonlardan kelgan bugun hurmatli aka-ukalarim. Gibrididan. O'zi boshi ham, moldi, holati ham o'zi tushunasiz, aytib turibdi. Mana hurmatli aka-ukalar, ko'ringlar. O'ta Gibrid ideal variant. holat. Gibridda, mana. Gibrididan, xudo xolasa. Xo'p, orqa qismlarini ham ko'rsatamiz aka-ukalar, xudo xolasa, yaxshi holatda. Masalan, yem ko'rmagan. Yo'q. Bo'sh qop. To'ldirib qo'yishsa, xudo xolasa, xudo xolasa 4 son narsa. 4 O'z son sababini qilib boqishsin, maza qilishadi uka. Gabaritini Bo'ylariga ko'ring. bir qator o'lchab beraymi? Uka bo'ylari 1.33 chiqayapti. 30 plyus. 30 plyusga olaylik. Keling. Bundan 5 sent farqi bormi? 5 sent farqi bor Pulda ekan. million farqini qilamiz uka. Gapiring Molni aka. 25,5 26,5 qo'ydikmi? Qo'ydik aka. 24,5 ham yo'q. 24 millionga beherishi xerini qilib yetkazib. 24 millionga o'tib beramiz mana shu. Uka 24 millionga ishonavering, duo qilishadi, sizni ham meni ham qo'shib. Baragasini bersin. 24 million so'm kami bor aka. 1.30 plyusga olgan mana shu cho'rni piyostirani, xudo xolasa. Endi bitta gap aytaymi? Keling, qo'lda bering. Gapiring aka, yana bomba qilaverasizmi narxlarni? Bombani sindirishga uka. Uchovga qo'yamiz aka. Eng kichigi 1.34 chiqayapti, 35-45 gacha. Uchovini bir joyga olsin, bitta gap aytaymi? Gapiring. 26,5, 25,5, eng kichigi narxida 24,5 ga uchovini bir joyga olasiz uka. 24 Yo'q uka, 24,5 ga olasiz. Baragasini bersin o'tizga rahmat aka. 24 million 500 ming so'mdan hurmatli aka-ukalarim haydab beradi. Bunaqa 30 million 35 million sotilayotgan bu qoladi aka-ukalar, xudo xolasa. Yaxshi variantlari. Mana. Endi bag'ida xudo xolasa O'zimizni mesni jaydari bor. Mesni jaydari shu dalani changitib yurgan mollaridan. Mana tuyoqlarga ham bitta e'tibor beramiz aka-ukalar. Xonaki mol. Xonaki mol. Xonaki mol. Ha. Xo'p, bo'ylariga bir qator kelamiz uka. 1.25. 1.25 kilogramm. Tuyoq qismlariga ham bitta e'tibor beramiz, xudo xolasa. Dalan changitib yurgan deyishyapti-yu, xudo xolasa. Xudo xolasa, shvet deymizmi? Shunaqa varianti. Voy aka, mesli muqaddiraylik. Tas obunachilar uchun. Bunisini ham bitta o'lchab beraymi? Bunisini ham 1.20 plyusga olaveramiz, xudo xolasa. Buniki ham shu 24 atrofida ekan. 24 atrofida hurmatli aka-ukalarim. Mana bitta eng kichkina jaydaramiz bor. Mol olishni bilmasang, sarg'ilab boq degan joyi bor-ku. Ishi bular bor. 17 ekan uka. 1.15 plyus olsin. Bo'ldi aka. Endi bitta gap aytaymi? Uchovini narxi Onajon qo'ydik eng kichkinasi narxi doldimi? Keyin gapiring aka. Qo'lda bering. Buni narsaga bor. 1.25 dan 1.20 dan 25 plyus. Uka 24, 23, 22,5 unaqa narsa yo'q. Nechi bo'ladi? Hozir videoda ko'rishayotganda o'ylashadi 22 qo'y. 22 ham bitta gap aytaymi? Gapiring. Duo qilishga uka. Kommentariyada shundan qoldirishadi. Duo qilishadi. Behijolat emas yo'q. 21 million 500 mingdan 3 tasini bir joyga olishsin uka. Baragasini bersin. Buzovni narxida qo'yib. 1.20 plyusdagi bu qolar 21 million 500 ming so'mdan aka-ukalar ketdi, xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastlabkasi. Yana bir narsa behayrish yo'q. O'tib beraman. Ichidan bittadan tanlab olsin 21 million 500 ga, xayrini ham qilib beraman. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa orzulardan ko'p chiqazib beravering, xudo xolasa aka-ukalar mana. Xo'p, akalar, videoni chiqazdik, xudo xolasa o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlar bilan yana qaytarib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani O'ptimchilar makoni Solon qishlog'ida bo'lyapmiz aka-ukalar. Bitta-bittadan like gumillatib ketinglar. Mana shunaqa arzonlardan chiqazayotganimiz uchun. Akalar, bu sizlardan talab yoki boshqa narsa emas, xudo xolasa ozgina mehnat qadrlagan holda hurmatli aka-ukalar.